Xo'sh, mana shu daraxtlarni chopamiz. Barcha obunachilarga salom. Qolganlarga esa mening ismim Derman va men 13-qishloq meriman. Ha do'stlar, biz hozir mana daraxtlarni chopishga stop. Eshitaman. Qishloqda siz haqingizda gap ketyapti, tezroq keling. Bo'ldi, tushunarli, hozir boraman. Do'stlar, eshitdinglarmi? Men haqimda gapirishyapti ekan. Qiziq, juda ham qiziq. Hozir borib bilib olamiz. Do'stlar, bilasizlarmi, anchadan beri bir narsa qilmoqchi edim va bugun menimcha shu ishni qilsak bo'ladi. Agar do'stlar, buni qaranglar, rostdan yig'ilishgan yig'ilishgan. Nimandir maslahatlashayotgan bo'lsa kerak. Juda ham kerakli narsani hozir ko'ramiz. Xullas, ovqat bizda umuman tugagan. Derb hech narsani eplay olmaydi. Uni merlikdan chetlatish kerak. Aniqmi? U menga eng boshidan beri yoqmas edi. Bilasizlarmi, uni haydab yuborish kerak qishloqdan. Hoy, Ritel, bu yoqqa bir qara. Derb, Salom, ishlar qalay? yaxshi. Demak, meni haydash kerak, to'g'rimi? Yo'q, bu shunchaki. Aha, bo'ldi, hammasini tushundim. Hozir seni hal qilamiz. Yo'q, uzr, kerak emas. Shoshmay tur. Qabul, mexanik. Menga generator haqida gapirayotgan eding-a? Xullas, ana o'shanga menda juda ham zo'r yonilg'i bor. Bu 26-Ritel. Bolalarga aytaman, olib ketishadi. Ha, yigitlaringga ayt, kelib olib ketishsin. Derb, hazillashyapsan-a? Aha, kutaman. Yo'q, qanaqa hazil? Hozir generatorga borasan va seni yoqishadi. Nima uchun? Menga qarshi gaplaring uchun. Uzr. Hozir esa meni ishlarim juda ham ko'p. Men ketdim. Hozir yigitlar seni olib ketishadi. Agar qochmoqchi bo'lsang, bilasan-a? Ha, do'stlar, hozir shunday qilmasam, qolganlari ham fitna boshlashadi. Bir-birini gapiga kirib, ishlarim rostdan ham juda ham ko'p. Qishloqni moddiy ahvoli do'stlar yomonlashib bormoqda. Bilmadim nima qilamiz. Mer. Nima bo'ldi, Ritel? Bunday eshikni taqlatib kel. Kechirasiz. O, Ritel to'g'ri aytdi. Rostdan ham ovqat juda ham kam qolibdi. Istasangiz o'zingiz tekshirib ko'ring. Yo'q-e. Aha, Jennerson. Fermalarchi? suv kasallangan axir. To'g'ri. Mayli, biror nima o'ylab topaman, hozir qarab kelishim kerak, keyin ovqatni taqsimlaymiz. Xo'p bo'ladi. O, do'stlar, mana yana bir muammo. Iqtisodiy ahvol orqaga ketayotganini hisobga olmaganda ikkita yoki undan ham ko'p muammolarimiz bor. Masalan, bu yana o'sha kasallanganlar, ularni o'ldirishga qurol kerak. Bizda esa faqat menda dробовик va kamonlar bor xolos. Undan tashqari ovqat ham mana ko'rib turganingizdek tugab bormoqda. Do'stlar, bu yer bo'sh ko'rib turganingizdek. Qani bu yerlarni ko'raylik. Bu yerda karton. Nima bo'ldi? Uzoqroq tur mendan, uzoq tur. Kimsan? O'zingchi, men qurollanganman. Men shu qishloqning meri bo'laman. O'zingchi, menda ham qurol bor. Meni otasanmi? Aha, otib tashlay olaman. Balki kelisharmiz. Endi birinchi bo'lib quruq tarafingni kelishmoqchimisan? Men bu yerda edi. Endi kelishim. Hozir yigitlarga aytsam, birdaniga kelishadi va hozir aytaman ham. Qayerga qochyapsan? Dak, yigitlar, omborxonaga tez kelinglar, omborxonaga. Mana bo'ldi, tugading. Endi hech qayerga qocha olmaysan. Yigitlaring kelganda ularni otib tashlayman. Sen ular trafiq qilgan vaqtda men seni osib tashlayman. Birinchi ko'rganda bunaqa deb o'ylamagandim. Shoshma. Qachon ko'rgansan? Ko'l yonida kelganingda fermer kiyimida eding. Sekin. Boltam tayog'ingdan ko'ra kuchliroq. Aha, tushunarli. Boltani bu yoqqa olaman, bu yoqqa esa, do'stlar, mana bunday endi yaxshiroq bo'ldi. Ana endi gaping bormi? Mayli, shunchaki ketaman. Ketish. Tinchgina Birinchidan ketaman. o'zing hujum qilding. Ana endi ketay debsanmi? Ana endi hech qayerga ketmaysan. Nima bo'lyapti? Broksda ahvol yomon. Shoshmay tur. Qon hali ham to'xtamadi. Jennerson. Hali ham qon to'xtamayaptimi? Yo'q. Jennerson, Men bilmadim. qishlog'imda shifokor yordamchisi edim. Yordam bera olaman. Nima bo'ldi o'zi? Bir do'stim, Ritel do'stim yaralangan. O'sha kechadan beri qon yo'qotyapti. Ana bu yerda yotgandi. Bir ko'ray, menimcha yordam bera olaman. Yurchi, bo'la qol. Hozir eshikni yopay. Xo'p. Rostlam qo'lingdan keladimi? Ha, Yur, senga hozir ko'rsataman. Lekin evaziga bir narsa xohlayman. Xo'p. Nima xohlaysan evaziga? Apokalips tugaguncha shu qishloqda qolaman. Shumi? Bo'pti, mayli, o'zim seni qishlog'imizga qo'shaman. Kel. Faqat uni davolashing kerak. Undan tashqari qurollanmasdan yur. Bo'la qol. Men kuzatib yuraman seni. Chunki seni tanimayman. Okey. Bo'la qol, kel. Ehtiyot bo'l.
Kel, aha, yaxshi. Olib tasha. Yaxshi. Bo'la qol. Yigitlar, bu o'zimizdan hozircha. Qani kel. Xo'sh, mana shu yerda hozircha jitel yotibdi. Mana bu yerda qo'lingni yuvishing mumkin. Bu yerda jonchilik ham kasallanmagan suv. Undan tashqari mana bu yerda rasmlar ringan. Ringanni qayerdan topganimizni so'raman. Mana qon yo'qotib yotibdi. Qanaqasiga? Shoshma, bu yoqqa chiq. Sen menga davolay olaman deb aytding, to'g'rimi? Qonni to'xtataman lekin deng. bunchalik deb o'ylamagandim. Agar aytganingni qilmasang, jarroh yordam mana berishi shu bolta, mumkin. mana shu chiroyli yuzingni ikkiga bo'ladi. Yo bo'lmasa dirrabavik. Shuning uchun bo'la qol, ichkariga kirda, va'dangni bajar, bo'la qol. Aks holda bu qishloqdan tirik ketmaysan. Ana qon hadang yo'qotyapti. Hamma yo'q o'zi qon bo'lib ketdi. Jinursin. Bo'ldi. Qabul. Aha, yigitlar, Kasallanganlar yaqinlashyapti. qarab turinglar, chiqib ketmasin. Janob, Jinursin. xabar oldik. Aha, tushundim. Bo'ldi. Do'stlar, eshitdingizmi? Yana hujum boshlayapti menimcha. Mana bu yomon xabar. Hozir jitlarga aytish kerak. Xo'sh, sekin. Xo'sh. Hamma joydami? Xo'sh, bu yerda. Aha, bir joyda. Yigitlar, tayyor turinglar. Xo'p bo'ladi mir. Hamma yoqqa qaranglar. Xo'pmi? Uyga umuman hech kim yaqinlashmasin. Bo'ldi, tushunarli. Yaxshi, sizlarga ishonaman. Bu yerlar hozircha bo'sh qishloqqa yaqinlashgani yo'q. Kamonchilar juda ham yaxshi ishlashadi. Jitlar yig'ilishmabdi hamayli. Mexanik o'zi hammani yig'ib oladi. Allo? Qabul. Mexanik. Eshityapsanmi? Hamma jitlarni katta uyga yig'. Nima bo'ldi o'zi? Hujum qilishyapti. 26-jitilchi. Uni keyinga qoldirib turaver. Bo'ldi. Yaxshi. Do'stlar, himoya qilish vaqti keldi. Chunki kasallanganlar birin-ketin hozir chiqib kelishadi. Do'stlar, kartoshka. Yaxshi. Sekin, do'stlar, ehtiyot bo'lish kerak, chunki ular to'da bo'lib hujum qilishsa osonroq bo'ladi. Agar bittalab hujum qilishsa, har tomondan yopirilib kelib, ana do'stlar, yo'q, menimcha Brooksni qonini hidiga kelishgan. Mana kela qolaylar. Ajoyib patronlar yetarli. Перезарядкаga ulgurmayman. Mana shu devor ortida Brooks, shuning uchun ana shu binoni himoya qilish kerak. Jinursin, yigitlar qani? Bilmadim. Mayli. Qara, ortingdan boryapti, jitel kasallangan. Ehtiyot, yaxshi bo'ldi. Mana. Yaxshi. Aytdim-ku, boltam kuchli deb. Sekin, menda nimaga uqlanmadi? Yana mexanik patronlarni yaxshilab yasamagan. Mayli. Bo'ldi, bu safar mexanikdan o'zim o'rganib olaman va o'zim yasayman patronlarni. Aks holda ko'rib turganingizdek yo'q bo'lib qolyapti patronlar. Umuman hisobga olmayapti qurol. Xo'sh, yaxshi bo'ldi. Ajoyib. Bu yerda hozircha jitellar kasallanganlar yo'q atrofda ham. Yaxshi do'stlar, yaxshi. Xo'sh, kelishyapti. Mana bo'ldi. Yana bittasi, uchinchisi. Xo'sh, ular nima qilishyapti ekan? Qabul. Yigitlar, ishlar qalay? Hammasi yaxshi, qabul. Aha. Ichkarida, yaxshi, sekin. Men o'ldiraman. Xo'p. Bo'ldi, qayta o'qlandi. Va yaxshi, uzr. Xo'sh. Do'stlar, yana qayerda bular? Chunki biz bu yerda vaqtimiz qishloqni egallab olishlari mumkin bular kelib orqa tomondan. Yaxshi hamki katta minora qurishgan. Jitlar, orqangga qara. Mana. Yana do'stlar, dirravikning bitta minusi shuki, ko'rib turganingizdek, перезарядка juda ham uzoq ketadi, patronlar esa kam. Uzr. Yaxshi ham bronежилетdaman do'stlar. Bo'ldi. Endi yana bir qayta o'qlashim kerak. Ko'rib turganingiz do'stlar, qayta o'qlagunimcha meni shifokor himoyalab turadi. Aytgancha isming nima? Ismim Gumi. Aha, yaxshi. Xo'sh, bo'ldi. Mana yana bunisi. Yana o'qlamabdi. Yo'q, o'rinish kerak. Bo'ldi. O'qlaymiz do'stlar, o'qlaymiz. Hali mexanikni topay. Yaxshilab o'zim o'rganib olaman-da, o'zim yasayman patronlarni. Yaxshi, menga kelishyapti. Bo'ldi. Uzr, yana bir bora uzr. O'ldirib qo'yishdi. Mayli do'stlar, shifokorni qishlog'imizga qo'shishga ulgurgandim, shuning uchun ham hozir shu atrofda yana paydo bo'ladi. Ungacha esa ehtiyot bo'lishimiz kerak, chunki kasallanganlar katta uyni egallashsa, ana do'stlar, kelyapti Brooksning yonidan. Kasallanganlar qishlog'imizni egallab olishi mumkin.
Xo'sh, qishloqni berib qo'ysak, bu juda ham yomon bo'ladi. Hozircha hech kim yo'q. Yaxshiyamki katta uyda kamonchilar bor. Aks holda juda ham qiyin bo'lardi. Mana biroz ovqatlanib olishim kerak. Bo'ldi, do'stlar. Yana bittasi kelyapti. Patron. Voy, yana tugadi. Jin ursin. Do'stlar, qayerdan avtomat olsam bo'ladi, ha? Urish kerak. Uzr. Do'stlar, avtomat olishim kerak. O'zimda AKM bor edi, lekin unga patronlar tugagandi. Do'stlar, kimni Minecraftda bo'lsa avtomat bizga jo'nata olasizlarmi? Juda ham yaxshi bo'lardi. Bizga hozir umuman qurol yo'q. Jetilarga ham berish kerak bo'ladi. Ishlarsan minus patron. Okey. Bu yerda chuqurlikda hech kim yo'q. Bu yerda bor. Ko'rdingizmi? Brooksning qoniga kelyapti. Hali hammasini yuvib tashlash kerak. Bo'ldi. Yaxshi. Bo'ldi do'stlar, ajoyib. Mana buni ham otish kerak. Mana. Patron tuga. Rahmat. Bo'ldi. Yana bir bora qayta o'qlaymiz. Ajoyib yana kelyapti. Faqat menda perezaryadka. Bo'ldi, mana. O'qlab bo'ldim, Jennerson. Yo'qol. Yana o'tmadi. Mana. Bolta har doim yordam beradi, do'stlar. Apokalipsis bo'lsa, boltani olib olinglar. Yaxshi. Hozircha ko'rinishmayapti. Xo'sh, do'stlar, yana bittasi mana. Bo'ldi. Do'stlar, ajoyib. Ana endi uyga kirishimiz kerak va jitlardan so'rab surishtirishimiz kerak, nimalar bo'lyapti, nimalar qilishyapti. Xo'sh, yaxshi. Bu yerda hech kim yo'q. Bu yerda ham bo'ldi. Menimcha do'stlar, hujum tugadi. Sizlar bilan men Derbni bo'ldim, 13-qishloq meri. Tomosha uchun hammaga rahmat va ko'rishguncha. Xo'sh, 26 tayyormisan? Yo'q, axir oilam bor, shuni o'yla. Oilang borligi meni muammoim emas.